Assalomu alaykum qadrli podpishchilar. Bugun sizlar bilan mana shu do'konimizda barcha drobilka mahsulotlarini obzori va narxlarini aytib ko'rsatib ketamiz. Qani ketdik. Hop, biz bo'lmasa drobilka obzorlarimiz boshladik. Biz birinchi drobilkamiz oq drobilka bo'ladi. Mana bu ichlarida 12 ta tishi bo'ladi. 4 ta nasatkasi bor. 6,5 kW ishlaydi. 220 ga ishlaydi ekan, mana ko'rishlari mumkin. Hop, bunimizning narxi 2,600,000 qilib beramiz. 4 ta nasatkasi bor. Nasatkalarni har xilini almashtirib olsalar ham bo'ladi. Hop, biz keyingi drobilkamiz, yashil drobilkamiz universal katta drobilka bo'ladi. Hop, buni bismillah mana. Tishlarni ko'rsangiz mumkin, bolta bo'ladi mana. Ko'rasizlar mana. Ichlari, setkalari juda ko'p bo'ladi aka buni mana. Qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz un qilib chiqarib, xohlagan qilib chiqarib olasizlar. Bu tarafdan assalar ham bo'ladi mana. Bu tarafida ham joylari bor. Hop, bunimizni biz 5 million so'm qilib beramiz. Hop, biz keyingi apparatimiz makka po'stlog'ini archib beradigan apparatimiz bo'ladi. Ichidan ko'rsangiz mumkin. Hop, motorlari ham yo'qlari bor bo'ladi, hammasini. Hop, makkani po'stlog'ini archib beradi bu. Buni narxi cho'zilib o'tiribmiz 4,5 million so'm qilib beramiz. Hop, keyingimiz krokodilimiz deymiz buni. Bu ham drobilka hisoblanadi. Makka poyali narsalarni shuni chiqsalaring. Metdan o'zi ezib, mana tishlarni ko'rishingiz mumkin. Arralarini kesib, va bog'dan chiqarib beraveradi uni. Buni ikkinchi varianti ham bor, bunkerli varianti. Bu betdan xohlagan narsani tashlashlaring mumkin. Bu tarafdan ham xuddi shunaqa tiqsalar ham bo'ladi. Buni ham ichlari deyarli bir xil, faqat farqi hop oldida bunaqa tishlari ham bor buni qo'shimcha. Ikkala orqadagi bilan bu bir xil aylanadi. Hop, buni ham narx 4,5 million qilib beramiz. Bunimizni 3,5 million qilib beramiz akalar. Hop, keyingimiz oq drobilkamiz bo'ladi. Bu ham bitta hashay somonli bo'y narsa olaverasizlar. Bu tarafida ham joyi bor. Bunkerni olib qo'yganmiz. Bu tarafdan ham makka poyali bo'y narsa tiqsalar ham bo'laveradi. Hop, buni ichlarini ko'rsak, bismillah. Mana ichlarini ko'rsalar ham bo'ladi. Ichlari mana. Zadan bo'y narsa ham mana bu tarafda ham o'zining pichoqlari bor yonda. Bexijolat aylantirib, yanchib tashlaydi. Bunimizning narxini ham 4,5 million so'm qilib beryapmiz. Oxirgi biz apparatimiz hop makkani urug'i bo'ladi-ku, o'shini chiqarib отдельно qilib beradi. Sen ko'rsangiz mumkin mana. Bunimizning narxini 2,5 million so'm qilib beryapmiz. Hop, akalar, manzilimizga keladigan bo'lsak, Prezga yetmay, stansiyada o'tganingda Mino magazin bor xonada. O'shandan jit yurganlaringda biz Starmax do'konimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.